oyday minori yoqmasa, gulday maliki ko'nmasang, berizani bo'lsa yaqiningga yo'latmasang, o'zi kim yoqadi senga? Kim? Siz yoqasiz dadajon, siz. Yana hazil ham qiladi-ya bu. Axir onangga rahming kelsin bolam. Kuyib pishib yuribdi. Qachongacha tanlaysan? Tanlashlaring oxiri bormi-yo'qmi? Onangga rahming kelsin bolam. Axir sen bizni yolg'iz o'g'limizsan. O'ldan nimasi yo'q ekan? Haligi meditsina institutiga. Chiroyli. Ha? Qalam qosh. Ha? Oppoqqina. Juda ham-da. Juda chiroyli. Bo'lmaydi. Bu bola adagi taom qiladigan bo'ldi-da. Dada, undan dori hidi keladi. Keyin ukoldan ham qo'rqaman. Bo'ldi. O'zim bilaman, qo'lingdan kelmaydimi? Seni olimchalarni janiga unashtirib qo'yma. Bilasizmi bu nima deydi? Nima deydi? Feodalizm deydi. Mana nima deydi? Buni dadangni gapi gap izmidan chiqmagan deydi. Dada, balki men romantikmandir. Balki menga artistga yoki san'atkor yoqardir. Sanatsiz hayot vahshiylikdir, dada. Endi meni bir kamim televizorda Namanganni olmasa deb o'tirishim kerakmidi? Sizga eski bo'lsa-da, bayqaro Qo'zingim, kim qo'ydi senga xalq san'atini? Suda kulishga. Beda. Shahar ijroviy komitetining 113-O kod raqamli kodisiga muvofiq Grajani Ahmadjonovga 9-marta yozib ma'lum qilamizki, uyingiz buzilishi va sizga shu uy safiga teng keladigan uy-joy berilishi lozim. Bo'ldi. Men hech qayerga jilmayman. To'g'risida jilmaymizda. Yangi uyda tandiri yo'q, gazida palov pishmaydi, ertalab bulbullar sayramaydi, arig'idan jilbillab suv oqmaydi. Menga qarang aka. O'lsam ham jilmayman. Bizaga yangi uy to'g'ri keladi. Lekin bu kishilarga to'g'ri kelmaydi-da. Jilmayman. Jilmaysizmi? Jilmayman. Mana unda o'ylamayman. Uylanasan. O'ylamayman. Qani uylanmay ko'rchi. O'ylamayman dedimmi, o'ylamayman. O'milla. Hayron ham qolmang. Xafa ham bo'lmang. Xizmat ko'rsatgan tramvaychi Ahmadjonov bu yerdan hech qayerga jilmaydi. Bolasini ham, nevarasini ham mana shu yerda uylantirar ekan deb ayting. Boring. Komendantlaringizga tushuntiring. Boringi, borib o'zingiz tushuntiring o'shalarga. Dada, futbolga bilet olmabman-ku. Ha?